Hello itibaqli do'stlar, sizlar bilan bugun men Shahimsi. Do'stlar, bu videoda ko'rib turganingizdek biz tropik orollardan biridamiz do'stlar. Hozir men qayerda turibman deb o'ylaysizlar do'stlar? 1 2 3. Do'stlar, men tropik oroldagi mayoqning ustida turgandim do'stlar. O'z do'stlar, bu mayoqmi bilmadim do'stlar. Men mayoq deb o'ylagandim. Keyin do'stlar, bu videoda biz do'stlar, bu videoda biz mana bu oroldagi millioner dachami nima deylardi? Millioner villasida bo'lamiz do'stlar. O'zi bu o'yinda men millioner bo'lib anaqa bo'lgan bo'laman do'stlar. Qisqasi do'stlar ketdi. Shunaqa qilib pastga nimadir tushamiz deydi do'stlar. Amal do'stlar. Men kreativdaman, esman chiqib qopti. Do'stlar, endi sizlarga bu kartani to'g'ri bu tropik orolni sizlarga sekin-sekin unboxing sekin-sekin ko'rsatib o'taman do'stlar. Bu kimnidir mashinasi ekan, lekin bilmadim, meniki emas menimcha. Do'stlar, bu men boshqa emas. Xo'sh do'stlar, bu yerda qiziqarli narsalar ham ko'p ekan. Bu orolda do'stlar, do'stlar, kim bu uyi bo'ldi? Nima bu do'stlar? Bu do'stlar sherlik haykal ekan do'stlar. U do'stlar surfing uchamizmi do'stlar? Mani landek. Amal do'stlar, Broniga unaqa kirish yaxshi emas edi-yu, lekin baribir sizlarga ko'rsaman deganimmi? Baribir ko'rsatishim kerak endi do'stlar. Bu yerda do'stlar kirmoshlar ham bor ekan, dispenser. I don't know. Okay. Do'stlar, endi sekin-sekin kattaroq joylarga ham o'tiramiz. Bu uydan tezroq chiqish kerak do'stlar, chunki bu uy baribir menga tegishli emas. Shuning uchun men biron uyda bunaqa ko'p do'stlar, biron uyda do'stlar juda ko'p o'tira olmayman. Do'stlar, vannasi ham bor ekan. Do'stlar, men bunaqa qolaman. Ochqanni tinch qulog'im degan. Do'stlar, do'stlar. Open container. Do'stlar, vashi uy dahshat. Bu Pron uyimi? Do'stlar. Vashi zo'r do'stlar. Kim yashaydi do'stlar bu yerda? Do'stlar, mamta anaqa ham bor ekan. Davay chun. Do'stlar, bu yerda hatto cho'milsa ham bo'lar ekan do'stlar. Dush ham qabul qilib olsa bo'lar ekan do'stlar. Amal do'stlar, hojatxona. Enter. Bo'ldi do'stlar, javob ketdi. Endi qo'l yuvib hamma narsa ishlayotgan, eng muhim do'stlar. Endi biron uydan tez-tez chiqish kerak. Qaysi xona bu? Remove me when you are ready. Amal do'stlar, bir amallab shu uydan chiqib ketaylik. Amal do'stlar, shans qilmaydi, jabrlab o'tirmaydi bu odam endi. Xo'sh, endi do'stlar, anchadan bir kutilgan vaqtlar keldi. Do'stlar, birinchi villaga kirishdan oldin birinchi o'rinda sizlarga Mamutdagi bu yerdagi kema va ko'pgina narsalarni ham ko'rsatib o'tmoqchiman do'stlar. Bu yerda qumli saroy ham qurilgan do'stlar. Ko'rib turganingizdek va Minecraft olami dahshat ko'rinishda. Bu yerda do'stlar, krokodil. To'g'ri do'stlar, timsoh. Bu yerda do'stlar timsoh bor ekan, yana mamki o'yinga qilib qo'yishgan. Qaysi miya bilan bu ish qilishgan do'stlar? Do'stlar, nimalar qilib qo'yishgan bular? Yeb qo'ysa nima bo'ladi bizlarning do'stlar? Amal do'stlar, tez-tez turish kerak bu yerda. Chiroqsi ham bo'ladi. Keyin do'stlar, bu yerda kemamiz turibdi. U yerda ham bitta kayuta turibdi. U yerda ham bitta. Bu yerda kattaroq sal. Do'stlar, keyin bu helikopter ham bor ekan. Buni bunday uchadi do'stlar. Mana. Helikopter.
degan video chiqib ketgandi do'stlar. Shunaqa qilib ham bitsa bo'ladi. Bu helikopter menga tegishli. Sal neto joyga qo'ydim-da, amayli shars qilmaydi. Teparog'ida ham helikopter turgan ekan. Do'stlar, bu samolyot bu. Nima bu do'stlar? Do'stlar bu anaqa, hozir do'stlar, bu havo kemasi nima deyiladi do'stlar bu? Mana bunaqa ishirilgan bo'ladi do'stlar, keyin o'sha ishirilgan balon bu anaqani olib ketadi. Do'stlar, buni nomini eslolmadim do'stlar. Bilganlar kommentariyada yozib ketaveringlar. Xo'sh, yana keyin do'stlar, ham bitta zo'r narsa bor bu anaqada. Qayiqda ham bitta uchib ko'ramizda, davay do'stlar. Yo, bu menimcha yurmaydi. Mana bu samolyot uchamiz. Qayiq ham bor lekin do'stlar, yuradigani ham. Ketdi do'stlar. Ham do'stlar uchdi mana. Do'stlar, shu anaqani o'zida kemaga borib olamiz hozir. Kema qayerda edi? Xo'sh. Do'stlar, qo'yib tura qolaylik. Birinchi o'rinda kemani topish kerak. Shu topaman do'stlar. Keyin do'stlar, eng zo'r narsa. Men bu yerda voleybol o'ynasa ham bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rasizlar do'stlar, voleybol. Ana do'stlar, voleybol ham o'ynasa bo'ladi bitta. Faqat do'stlar, bu joyda agar qo'shilib o'ynasanglar kimdir bilan, bemalol voleybol ham o'ynayasizlar. Menga to'g'risi do'stlar, menga juda ham yoqdi. Mana. Xo'sh. Do'stlar, tepasiga chiqib qo'ydimmi? Bro, who are you? Boyagi mashina bo'lsa kerak bu. Do'stlar, kemani tezroq topishim kerak, chunki videoni ham cho'zib yuborish niyatim yo'q. Kema qayerda bu? Qonisan. Qayerda qoldi do'stlar kema? Do'stlar, bu orol juda ham kattaligi hisobiga ham to'g'risi sal qiynalaman topishga. Men to'g'risi do'stlar, videoni jat cho'zgim ham kelmayapti o'zi, lekin taqdir taqozosi. Do'stlar, agar kema jat topilmasa, o'zi topilish kerak edi do'stlar. Kemani topguncha odam to'roq, mana do'stlar. Men nihoyat topdim shu o'lgur kemani. Do'stlar, bu yuradi lekin. Ana endi do'stlar, mazza. Do'stlar, shunday qayiqda kim bilan suzgan bo'lardingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Shunday qilib ketaversa ham bo'ladi. Xo'sh, normal joyga qo'yib ketaylik. Dem sekin yurarkan do'stlar. Nima bu do'stlar? Chavonaqmi? Nima bu? Ha do'stlar, bilmam, chig'anoq bo'lsa kerak. Nima? Bori. Bu yerda kafemi? Amal do'stlar, kerak emas. Xo'sh, villani topish kerak endi. Aytgancha do'stlar, bu villa menga tegishli emas bu villa do'stlar. Bu villa Abdurahmon ismli bitta eski yaqin qadrdon do'stimga tegishli do'stlar.
Agar keyingi videoda agarda keyingi video 15 ta like yig'sa do'stlar, shu videoni ham shu villani ham Abdurahmon o'rtog'imdan so'rab bitta ko'rsataman do'stlar ichini. Bu ham zo'r villa. Keyin do'stlar ham anaqa bordi, skuter. Buni ham zo'r lazim. Dengizda uchgandek bo'ladi. Do'stlar, keyin telefonim qotayotgani sababi do'stlar, Minecraftda bu nima desam bo'ladi do'stlar? Minecraftda do'stlar aynan shu do'stlar, shu orol do'stlar juda ham qiyinroq bo'lyapti do'stlar bu anaqani ko'tarish. Chunki do'stlar ko'rayotganlaringizdek ham katta, ham video zapis bo'lyapti, ham ancha nagruzka tushyapti do'stlar telefonga. Shuning uchun ham sal anaqa qilyapti. Birinchi. Keyin do'stlar bu yerda bitta anaqa ham bor ekan. Bu nima ekan bu do'stlar? Bankmi? Get drink, okay, give me drink. I'll eat it. I'll drink it. Do'stlar, bilyard. O'yinlarda o'ynashasini deyman do'stlar. Urib oldim do'stlar. Mayli. O'yinchoq. Shunda do'stlar, buni urishni sinadim. Mayli do'stlar. Xo'sh, nima bu endi do'stlar? O'ynasa bo'larmikan? Bilyard. Xolodilnikda open tashlan surdi. Do'stlar, bu yer qayer bo'ldi endi? Do'stlar, basseyn. Oynasi chiroyli ekan do'stlar buni. Do'stlar, bash chiroyli ekan. Hamma xafa bo'lmaysiz degan umiddaman, sekin bu ham ketib borish kerak. Xo'sh, qayerda? Bu yerni ko'rsatdim. Bu ichi kerak emas. Hozir do'stlar 100% topaman. Juda ham shunchalik ham katta bo'ladim do'stlar, odamga zo'ra qoldi. Bir joydan ikkinchi joyga borguncha. Bu yer emas. Do'stlar, уже men topgandek bo'ldim. Villam qayerga ketdi meni? Do'stlar, menimcha topdim. Xo'sh, shumi? Yo'q do'stlar, bu ham emas. Bundan ham yaxshiroq villa edi. Bo'ldi do'stlar, men bo'ldi, o'sha bildim qayerdaligini. Bu do'stlar, xo'sh, bo'lmadi. Shumi o'zi? Bu yerda villalar ko'pligidan odam adashtirib qo'ydi. Do'stlar, shu edi. Chunki do'stlar, men to'g'risi adashib qoldim do'stlar, chunki xo'sh, endi garajdan kiramizmi, u yerdanmi? Mayli, garajdan. Yo'q, garaj emas, u yerdan kiramiz tinchgina. Do'stlar, bu meni villam bo'ladi. Bu yerda zontik qo'yib qo'yganman. Uyimda yo'lbarsim yuradi. Qalisa Miyort. Uni ismi Miyort. Tush ustidan tush.
Xo'sh, ketma-ketlikda ko'rsatib chiqaraman do'stlar uyimni. Bu yerda stul, ikkita divan turadi. Maza qilib o'tirish uchun do'stlar. Tepaga kitoblarni ham qo'yib qo'yilgan do'stlar, chunki ba'zida kitob ham o'qib turish kerak. Xo'sh, bu yerda kir mashinalar bor do'stlar. Kir ko'payib ketgan yuvishga. Bu yerda hech narsa yo'q. Isvet. Xo'sh, endi do'stlar bu tarafga o'tamiz. Bu yerda do'stlar bu yerda ham bitta divan turadi. Prosta dam olishga. Keyin bu yerni hozir ko'rsatdim. Keyin bu yerda ovqatlanadigan joy bor, to'g'ri ovqat tayyorlaydigan, bu yerda ovqat yeydigan joy bor do'stlar. Keyin bu tashqariga chiqsak do'stlar, daraxtlar turibdi va chiroyli manzaralardan bahramand bo'lishimiz mumkin do'stlar. Keyin ko'rsatgan joyim bu do'stlar. Bu yer bu meni kompyuterxonam desam ham bo'ladi-yu, lekin do'stlar bundan ham yaxshi kompyuterxonam ham bor buni. Minecraftda va bu meni kompyuterim. Bu ikkinchisi. Buni Abdurahmon bilan yig'ganmiz. Keyin do'stlar, agar sen shu videoni ko'rayotgan bo'lsang, albatta kommentariyaga menga nomeringni yozib o'rgin. Chunki Abdurahmon sen bilan anchadan beri gaplashmoqchi ham bo'laman, lekin nomering ham yo'q, bir ijtimoiy tarmoqlaringdan mendan o'chib ketibdi do'stim. O'zing menga kommentariyadan yozib o'rarsan. Aloqaga chiqarsan. Bu do'stlar o'tirib, maza qilib, yotib, popkorn yeb, futbol ko'rish uchun qo'yib qo'yganman do'stlar bu yerga televizorni. Yo'lbars ham qarab turibdi, to'g'rog'im yurt. Keyin do'stlar bu yerda yana bitta hol. Bu yerda do'stlar o'zi pivo ichadigan joy sifatli joy qilgan ekanman, lekin nur chiroyli chiqqanda do'stlar, keyin mana bitta televizor turibdi. Keyin bu yerdan tashqariga chiqib ham to'g'riroq tashqariga chiqsa ham bo'ladi. Jamini ham aniq qilib o'tirmayman. Endi do'stlar pastga tushamiz, tepaga chiqamiz. Pastga ham tushsak bo'ladi lekin. Qayerda edi? Mana do'stlar pastga tushib garajimni ko'ramiz. Do'stlar. Mana do'stlar garaj. Mana bitta kompyuterning sborka qilib qo'yganman. Bu yerda ham kompyuter kuchli kompyuter turadi do'stlar. Bu ham bu Ferrari menimcha do'stlar. Agar adashmasam, Ferrari ekan do'stlar bu. Sal eskiroq modeli va bu yerda o'tiradigan kreslolar o'z do'stlar meni o'yimda ko'p, chunki ko'pincha odamni laziligi tutib qoladi. Lazy nima degani desanglar, o'sha nimadir qilgisi kelmaydigan bo'lib qoladi do'stlar. O'sha bu yerni ko'rdik. Tepaga. Va do'stlar bu yerda yana bir kompyuterim turadi. Bu sariq kompyuter bu yerdagi. Va bu yerda nimadir? Buni bilmadim do'stlar. Va bu yerda do'stlar kompyuterxonam. Bu yerda do'stlar o'zi ko'p paytlarda bolalar bilan Abdurahmon bilan yana bir o'rtog'im bilan kelib Minecraft o'ynab turardik. Mayli do'stlar, yana o'ynashdan chiqdi. Bu do'stlar kokteyl yoki kofe tayyorlab beradi. Ko'pincha kofe beradi. Ko'pincha do'stlar shu yerga kelib kofe ichib turaman. Bu yerda yana bitta vanna. Bu yerga kirdik. Zina qayerda edi? Bu yer emas.
Do'stlar, uy shunchalik kattaki, odam qaysi xonaga kirganimni eslolmayman do'stlar. Bu yerda ham do'stlar men eng kuchli kompyuterlarimdan biri turadi. Va bu yerda bitta yotoq ham qo'yib qo'yganman do'stlar, sariq. Va do'stlar, bu oxirgi etajim ekan. Qisqasi do'stlar, shulardan iborat bo'lyapti do'stlar uyim. Tashqarida chiroyli manzara ham bor do'stlar. Mana do'stlar. Do'stlar, aytgancha basseyn ko'rsatmaman sizlarga. Bu yerda do'stlar, boya tashqariga chiqmagan ekanman. Bu yerda bassenim ham turadi. Juda ham zo'r basseyn qilingan. Kechasi ham yonib turadi bu. Hos. Time. Mana do'stlar, bu kechasi ham chiroyli turadi va quyosh botishiga juda ham chiroyli mos tushgan. Keyin do'stlar, bu yerdan suv ham quyilib turadi. Agar suvga sho'ng'im kelsa, shu yerdan sho'ng'ib, bu yerdan ketib, keyin voy do'stlar, shunda krokodil oziga ucharkanman. Bu do'stlar, o'z krokodilli yo'q edi, qayerdandir paydo bo'lib qopti. Xo'sh do'stlar, endi do'stlar, videom o'z nihoyasiga yetyapti do'stlar. Bu videoning do'stlar ikkinchi qismini agar ko'rmoqchi bo'lsanglar do'stlar, 15 yoki 20 ta like yetadi do'stlar. Shuncha like yig'ilsa va prosmotr 500 tadan sal ko'proq bo'lsa yoki 300 stories bo'lsa ham, mayli do'stlar, keyingi video ikkinchi qismi chiqadi do'stlar. Hammaga xayr do'stlar, sog' salomat bo'ling do'stlar. Keyingi videoda uchrashguncha do'stlar, xayr, sog' salomat bo'ling.